Ha, nima bo'lyapti? Qarzlarim ko'p. Shularni qaytarib bergim kelmayapti. Shuni bir ko'rib qo'ysangiz o'g'lim. Ha, tushunarli. Qonunni aqchi. Shundami? Qonunni ochi deyapman. Ha. Bormi vijdon? Qarzlarni berib kelay, ha? Ha? Qarzlarni berib kelaymi, ha? Hozir yo'q edi vijdon. Hozir ishlab ketdi. Rahmat, Ha, bo'lyapti. Sizga nima bo'lyapti? Shuni sezmay soqolman gapirolmayman. Oldin gapiramidingiz? Aytishlaricha 2 oyligimgacha yaxshi gapirardim aka. O, gapirammayman deng. Qani tilingizni chiqaringchi. Nima bo'lyapti? Dada dengchi? Dada, O'g'lim. dada, O'g'lim. men gapiryapman. Boraver o'g'lim. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nasılsınız? Charchamayapsizmi? Azizni ko'radigan kundan bor ekan-ku. Qayerdan keldingiz? Men Marhamat tumanidan keldim. Ha, nima bo'lyapti? Shu desangiz menga bir sharoiti yaxshi uy kerak edi. Ha, bir uy qilib berasizmi deb keldim oldingizga. Hop. Bormi? Ha, yo'q, uy yo'q. Qanaqa uy? Turing yoningizda, nima yotib oldingiz? Ey hayvon, bu demasdan qo'limdan tort. Bor. Ha, endi yaxshi. Ey hayvon. Keninigidan top beramanmi senga uyni? Mayaqqa kelganda semiz. O'rganda sen. Meni qayerga olib kelsan? Ey hayvon, Marhamat tumanimizda shaxmat maktab to'g'risiga Marhamat City qurilyapti. Ha. Buni ichiga Tristar kompaniyasi ko'p qavatli domla quryapti. Ha, undan meni xabarim bor. Xabaring bo'lsa nima, menga uy so'rab boryapti. Shu uylarni mana sotuv bo'limi rasman ochildi. Ochilish munosabati bilan 30 ta xonadagi mana oshqovoq challenga sig'maydigan darajada katta aksiya e'lon qildi. Yo'q. Yo'q emas, mana turibdi. 30% to'laysan, qolganini 30 oyga 5% to'lab yuraverasan. Senga bundan boshqa uy topib beramayman. Ey, qara bolam, bu yerdan uy olsang borib shaharda yashaysan. Ey, inson zotiga kerak bo'ladigan hamma sharoit bo'lar bu yerda, eshitdingmi? Ey, senga jon kuydirib gapiryapman, 30 ta xonada aksiyada xolos harakatini qilmaysanmi? Qo'y, damlayman, bolam, meni ishlarim bor, odamlar kutib qoldi. Bilganingni qilmaysanmi? Xo'p, nima bo'lyapti? Turinchi, 30 ga kirdim. Shu qadar qiz topa olmayapman. O'zingiz yordam bering. qiz yo'q degan. Qani? Bormi qiz? Yo'q. Bormi qiz? Yo'q. Ha? Bormi qiz? Yo'q. Sen bolam bir 5 yillardan keyin xabar olgin-da. Bo'ptimi? Aniq bo'ladimi axir? Bo'ladi. Undan ertaroq bo'lsa o'zim aytib olaman, eshitdingmi? Unga telefon qilib yurmang. Senda qara rosa tiqilyapti. Mana 2 minutlar o'chirda turibdi. Bor. Nima bo'lyapti? I think the boy